Mana remenni olamiz deb shartda yechib tashlaymiz. Nimaga deysan ham, to'g'rida remenga uradigan kamera. Ustimda bo'lsa remenli futbolka. Gap nima haqidaligini menimcha sizlar yaxshi tushundinglar. Ana endi sizlarga savol, shu futbolkamda shu remenga uradigan kameradan o'tadigan bo'lsam, menga shtraf keladimi yoki yo'qmi? Hammasini sizlar bilan birgalikda bilib olamiz. Aytgancha biz bilan birgalikda Neoline antiradarlar. Bilasizlar-ku, ishonchli tanlov. Qani bo'lmasam boshladik. Ketdi. Okalar tayyormisizlar? Men tayyorman. Xo'p, kameraga juda yaqin qoldi. 1 2 3 Oppa! Rasmga oldi okalar. Ko'ryapsizlarmi? Kamera shundoqqina tepamizda rasmga olyotibdi. Nima deb o'ylaysizlar? Menga shtraf keladimi yoki yo'qmi? Обязательно kommentariyada yozib ketasizlar. Ko'rganingizdek eksperimentni jinnisi bo'ldi. Orqamda turgan kamerani sizlar bilan birgalikda chalg'itishga harakat qilib ko'rdi. Bilaman javobi sizlarga ham qiziq. Shtraf keladimi yoki yo'qmi? Javobini bilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki shu videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa yaqin kunlarda rezultat chiqarishga harakat qilamiz. Okalar, bitta narsani bilib qo'yinglar. Bu futbolkani kiygandan ko'ra remen taqish ham osonroq, ham xavfsizroq. Salomat bo'linglar.